Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz Klaus Gaming uz kanaldasiz. Bugungi videomizda siz qanday qilib kladiskatel ishida ishlashni o'rganib olasiz. Videoni boshlashimizdan oldin like va podpiska tugmasini bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Kladiskatel ishida ishlash uchun bizga birinchi o'rinda 3-level akkaunt kerak bo'ladi. Menda 22-level akkaunt, shuning uchun ahamiyat bermaysizlar. Keyin GPS ga kirib основные работы bo'limini tanlaymiz. Bu yerda har xil ishlar chiqadi, biz esa kladiskatelni tanlaymiz. Keyin o'yindagi xaritaga kirsak, GPS o'zi kladiskatel ishi qayerdaligini ko'rsatib beradi. Mana shu domlarning oldida Stepanich degan NPC odam bor. Biz bundan ish olishga shoshilmaymiz. Bu yerda 24 ga 7 magazin bor. Shundoqqina Stepanichning oldida. Keyin bu magazinga kiramiz. Keyin magazinga kirib, kupить лопату для kladiskatellarni sotib olamiz. Keyin o'shaning tagida metaliskatellarni sotib olamiz. Keyin bu NPCni oldiga kelib, nachit tugmasini bosamiz. Keyin kapcha chiqadi. Kapchaning ichidagi harflarni biz mana shu matnga kiritamiz. Mana biz ish oldik. Endi xaritaga kirib, mana shu tepada sariq kvadrat joy bor. Keyin kvadratning oldidagi zapravkaga metka qo'yib, o'sha yerga boramiz. Mana men zapravkaning oldiga kelib qoldim. Mana shu metka qo'ygan joyimizning oldiga borib to'xtaymiz. Keyin mashinadan tushganimizda bizda mana shu o'ng tomonimizda metaliskatel chiqadi. Bu bizni xazinadan qancha uzoqdaligimizni ko'rsatadi, ya'ni masofamizni. Xazinani topish uchun biz 10 metrdan pastroq masofada bo'lishimiz kerak, ya'ni 10 metr uzoqlikda. Farqi yo'q, aynan 10 metr bo'lish shart emas, 9, 8, 7. Muhimi 10 metrdan past bo'lish kerak. Mana men xazinaga yaqinlashib qolib, xazinani topdim. Keyin o'yin chatiga biz /dig komandasini kiritamiz. Keyin bu yerda ham kapcha chiqadi. Kapchaning ichidagi harflarni biz mana shu matnga kiritamiz. Kiritganimizdan so'ng bizda mana shunaqa o'yin chiqadi. Biz har xil kombinatsiyadan xazinani topishga harakat qilishimiz kerak. Mana men birinchi xazinani topdim, yana 4 ta xazina topsam bo'ldi. Hammasini bittalab topishni ko'rsatmayman, videoni tezlashtirib yuboraman, o'zlaringiz ko'rib olasizlar. And I know that it's true, I can tell by the look in your eyes. Give me tonight, 'cause my feeling is just so right. Lately, I just feel like I feel love for the first time. Biz oxirgi xazinani topdik. Keyin pastdagi sekundomer yo'q bo'lib, bizga 27 ming rubl berdi. Mana do'stlar, bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana qanaqa ishlarda ishlashni o'rgatay? Kommentariyada yozib qoldiring.